Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Steve. Do'stlar, bugungi videoda Minecraft lekin biz g'alati bo'lgan dunyoni o'ynaymiz. Ya'niki bu dunyoda yaxshi moblar ham, yomon moblar ham bizga ataka qilishadi, ya'niki hujum qilishadi. Xullas, biz mana shu dunyoda omon qolib o'z imperiyamizni qurishga harakat qilamiz. Agar sizlar tayyor bo'lsangiz, videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Qani biz boshladik. Aytgancha do'stlar, sizlarni kirib kelgan 2026-yil bilan tabriklab qolaman. 2026-yil hammamizga baxt, saodat olib kelsin. Va biz videoni boshladik. Xullas, boya aytib o'tganimdek, endi bizda barcha moblar dushmanimiz, hattoki qo'y, mol, yaxshi moblar ham, hattoki jetlar endi dushman. Va buni ichida qilich va temir, nutsko va qanday ratsiya bor ekan, ajoyib. Bu bizga kelajakda kerak bo'ladi, ajoyib shal kerak ekan. Xo'p, endi rivojlanish uchun bizga daraxt kerak bo'ladi va daraxt bor. Let's go. Hozir atrofda bironta mob yo'qmi tekshirish kerak, chunki bizga juda ham masalan, xullas hujum qiladi. Shuni ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yana bir narsani sizlarga aytib o'tay, ma'lumot sifatida moblar bir to'da bo'ladi. Chunki misol uchun bo'riga qo'y hujum qilishi mumkin. Qo'y otga hujum qilishi mumkin. Xullas shunday. Lekin qo'y bir-biriga hujum qilmaydi. Shunday. Mana hozir ko'ryapsizlar, urushib yotishibdi. Hozir borib qo'yni o'ldiramiz. O'lib ket, ko'rasizlarmi ataka qilishini? Yaxshi, biz hozir qishloqcha ko'rdik, lekin qishloqcha avval ko'ringandek biz uchun yaxshi narsa emas, ya'ni yangilik emas. Biz uchun foydali yangilik emas. Jetlar bor, yo'llar bor. Ataka qilishadi, hujum qilishadi. Xullas shunday hisoblasak bo'ladi. Yo'q, qaranglar. Hech o'ylanib o'tirmasdan hujum qilishyapti. Biz bu dunyoda omon qolishga harakat qilamiz. Ahvolni ko'ramiz. Endi bizga suv ham xavfli, nega desanglar, bu yerda baliqlar bo'ladi, sakkizoyoqlar bo'ladi. O'zlaring bilganlaringdek, ular ham juda yomon hujum qilishadi. Xo'p, hozircha hammasi yaxshi. O, qarli buzilgan patal ham bor ekan. Yaxshi bo'lsa-da o'ldirib olaman. O'lib ketdi o'lga. Yaxshi. Bu yerda cho'chqa ham bor ekan. Yaranmas o'lib ketdi. Ajoyib. Bizga cho'chqa go'shti kerak emas hozircha. Bo'ldi. Endi bemalol portalni sandiqni topsak bo'ladi. Yo, blok. Yo, blok ham qo'yilib bo'lmadi. O'lib ketdi. Yaxshi. Bir amalab o'ldirib oldik. Prosta bu juda ham qiyin bo'ladi. Va bu yerda magnitli tosh, oltin shim bilan olamiz. Va oltin tapor, oyoq kiyim, ikkita flint, ajoyib. Va bizda shular bor, ya'niki oltin bo'lakchalari va toshli magnitli. Zo'r. Hozircha hammasi ajoyib qiladi. Yo. O, Enderman, qochish kerak. Enderman bor. Yaramas qayerdan keladi bilib bo'lmaydi. Enderman bu yerdan surib olish kerak. Juda katta tezlikda surish kerak. Bu yerdan hozir menga blok kerak. Blok bormi? Yo'q, men blokim yo'q. Qochni blok qilib olamiz va tepaga chiqib ketmasak bo'lmaydi. Qo'yilib qolsak yaramas tonga. Hozir o'zimga bitta versiyaga solishim kerak. Hali videoni boshlamayin, sizlarga ma'lumot berib, versiyaga esimdan chiqib ketibdi. Bo'ldi. Endi bizga tayoqcha ham kerak. Bo'ladi, yetadi. Versiyalarni bu yoqqa qo'yib olamiz. Nega qo'yilmayapti ya? Bo'ldi, ajoyib. Endi o'zimga bitta kirka yasab olsam bo'ladi. Qalamni kirka yasab olamiz hozir. Ajoyib. Bo'ldi. Endi bizga kirka bor. Hozircha yaxshigina rivojlanib oldik. Bizga hozir shit kerak-da. Xavfsiz yurishimiz uchun bizga shit kerak. Shit yasay olamiz, bu yog'i yetadi. Yo, bitta yog'i yetmar ekan, yaramas tonga. Mayli, hech qisi yo'q. Enderman yo'q atrofda. Enderman qayerga ketib bo'ldi? Bilmadim, balki ot o'ldirgandir. Bo'lishi mumkin. Hozir ovqat yeb olamiz. Hali jonimiz. Atiga 2,5 ta joni qolibdi. Bo'ldi, buni endi hozir yana ozgina ovqat yeb olib
Verstagni sindirib pastga tushishdan boshqa ilojimiz yo'q. Nega desanglar, bizga shit uchun doska kerak, ya'niki yog'och kerak. Hozir pastga tushib olish biroz xavflidek ko'rinyapti, ammo boshqa ilojim ham yo'q. Qarang, qancha mob bor bizni kuzatib turibdi. Bo'ldi, endi Verstagni bu yoqqa qo'yib kalima ishlab qoldi. Ajoyib. Endi bo'lsa bemalol o'zimizga qalqon yasab olsak bo'ladi. Bo'ldi. Let's go. Endi bizda qalqon bor. Ya'niki chap qo'limiz bilan olamiz. Bo'ldi. Endi bemalol pastga tushsak ham bo'ladi. Ikki tomondan kelishyapti. Birbirini ketdi, yaramasdan o'nkalar. Endi seni o'ldiraman. Ajoyib. Cho'chqa go'shtni olmadimmi? Cho'chqa go'shti menda yo'qmi? Aha, yo'q, yaxshi, cho'chqa go'shti menda yo'q. Ha, bu yerda qolib ketibdi, yaxshi. Qani biz o'zimizga baza tanlashimiz kerak, ya'niki uy qurish uchun. Bu otni o'rnidan oldin o'ldirib qo'yadi, bu yaramasdan o'nka. O'lib ket. O'lab qolsang yaramas. Ajoyib. Mana shu yer yaxshi variant. Qaranglar, do'stlar, mana shu yerni tekislab olamiz. Yo'qmi, yetir kelyapti, tepaga chiqmasak bo'lmaydi. Yo'q, ko'rdinglarmi qanday tez yugurishini buni? Qaranglar tezligini. Chet ellarda sodda, garang chet elda yurardim, ammo qaranglar bular bir attaka qilishsa yomon kuchli bo'lib ketishar ekan. Tezligini ko'rdinglarmi? Просто wow. Dahshat. Xo'p, qaranglar do'stlar, hozir pastga tushib olib, qishloqdan resurs o'g'irlaymiz. Shunday qilsak yaxshi bo'ladi. Bu yoqqa buni qo'yib olamiz. Undan oldin narsani sortirovka qilib olamiz. Yaxshi bo'ldi. Endi bo'lsa ehtiyotkorlik bilan qishloqdan resurs o'g'irlaymiz. Bu yerda sandiq bor ekan. Kravat mashaqara spam point qo'yib qo'ysak ajoyib. Va kravatning ichida, to'g'ri, qanaqa kravat, sandiqning ichida non, olma va qanday xaltacha. Bu ham bizga kerak bo'ladi. Temirchi uy bor ekan. Bir amallab shu yoqqa o'tib olishim kerak. Va kira qol yerimiz bu yerni yopib qo'yamiz. Jeter kelib qolishi mumkin. Hech qanday qarshi yopib qo'yganimiz yaxshi. Va bu sandiqning ichida wow! Ko'ringlar, qilich ikkita qilich bor ekan. Temirli chest plate, non va temirli kelka ham bor ekan. Yaxshi, ajoyib. Ular bizga kelajakda kerak bo'ladi. Endi bu yerdan chiqib o'zimni uyimga borsam ham bo'ladi. Demoqchi edim, o'zimning uyim yo'q axir. Endi mana shu videoni o'tkazib olamiz. Kravatda uxlaymiz. Ajoyib. Let's go. Minecraftdagi birinchi tong yaxshi boshlandi degan umiddaman. Hozir o'zar bo'lsa qo'ng'iroq bo'lib qoldi menga. Bo'ldi, videoga qaytamiz. Ajoyib. Hozircha hammasi joyida. Bularni sindirib olamiz, xavfsizlik uchun qo'yib qo'ygandim. Va endi yana qishloqdan mana shu uyga bir amallab o'tib olsak yaxshi bo'ladi. Va hech kim yo'qmi? Yaxshi, hech kim yo'q ekan. Bu kravatni olamiz. Bu yerda sandiq bor ekan. Bu yerni nonni yopib qo'yamiz. Ajoyib, endi sandiqni ko'ramiz va sandiqda kartoshka, yana shunaqa xaltacha va olmalar bor ekan. Va bitta gul ham. Bizga gul kerak emas hozir. Mana shu yerdan chiqib ketsak bo'ladi. Nolma chiroqni olib olamiz. Bizga kerak bo'ladi bu chiroq. Yaxshi, endi bu yerdan bemalol chiqib ketsak bo'ladi. Atrofda hech kim yo'q menimcha. Va hech kim yo'q. Bo'ldi, endi o'zimizning bazamizga qaytamiz. Bu yerdan go'shtni olib olamiz. Qaranglar. Buni bitta yaxshi tomoni, go'shtlar yerda yotibdi. Bu sigir bilan urishib o'ldirib olamiz. Bo'ldi, baza tanlandi. Xolos, mana shu yerdan uy qilamiz. Nega desanglar, qarang, yonimizda qishloq bor. Qishloqdan resurs ular o'g'irlab kelishimiz mumkin. Hozir bizga bitta temirli lopatka kerak. Hozir bitta craft qilib olamiz. Va bam, ajoyib. Endi bo'lsa bemalol bularni yo'q qilib tashlaymiz. Yaxshi bo'ldi, hammasi joyida, ajoyib. Qanday tekis bo'ldi. Bizga juda katta emas, lekin juda kichik ham emas, o'rtacha miqdordagi bino yoki minora kerak bo'ladi. Xolos, hozir oldin sandiq yasab olamiz.
va bu yoqqa resurslarimizni qo'yib turamiz. Vaqtimiz qo'lim qiyshadi. Bo'ldi, ajoyib. Endi bo'lsa keraksiz narsalarimizni vaqtinchalik bu yoqqa solib turamiz. Ajoyib, bu yoqqa kravatni qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, hammasi hozircha juda ham ajoyib. Endi bu yoqqa bitta xullas belgi qo'yib qo'yamiz, ya'ni metka. Uychani rasmi qayerda? Mana uychani rasmi. Bo'ldi, topdim. Rangini qanday qilamiz? Ko'k yaxshi menimcha. To'q ko'k, ajoyib. Va uycha deb yozib qo'yamiz bu yoqqa. Uycha. Bo'ldi. Ajoyib. Endi buni yo'q qilib qo'ysak, bu yerda bo'ldi, ajoyib. Juda chiroyli va juda ham ajoyib bo'ldi. Endi bizning metkamiz bor. Bemalol xohlagan joyimizga borib daraxtlar olib kelsak bo'ladi. Uyimizni yo'qotib qo'ymaymiz. Yaxshi bo'ldi. Hozircha hammasi juda ham ajoyib ketyapti. Va bu yerdan ham yog'och olib olamiz. Kelamashada hamma narsani olib ketamiz. Ichkaridagilarni ham, sandiqni ham olib ketamiz. Bizga kerak bo'ladi kelajakda hali. Ajoyib. Va bu yoqqa resurslarimizni solib qo'yamiz. Keltirgan narsalarimizni. Va buni ham solib qo'yamiz. Ajoyib bo'ldi. Endi hozir yana nima kartoshka olib ketgan ekan, yaramas to'nga. Temir kerak. Temirdan o'zimizga bitta tapor yasab olamiz. Undan oldin esa yog'och kerak. Yog'ochni esa tayoqchaga aylantirib olishimiz ham kerak. Esdan chiqib ketibdi. Bo'ladi, 24 ta tayoqcha. Ajoyib. Bunga qo'yib qo'yamiz va temir tapor klass qilib olamiz. Bo'ldi, endi bizda full temir narsalar bor. Aytgancha o'zimizga bitta shaxta ham qazib olsak bo'ladi. Mana shu yerdan katta tezlikda shaxta qazib olamiz. Umid qilamanki, kun chiqib qoladi. Har holda shunga umid qilyapman. Va juda ko'p qazishlardan so'ng zakon topdik. Let's go. Qarlar. Juda ham chuqur bo'lmadi, lekin yaxshi. Kattakon ekan. Bu yerni davom ettiramiz. Pastga tushish yo'lini qidiramiz hozir. Ikki yildan so'ng esa pastga tushish yo'lini topdim. Ya'niki xavfsiz tushish yo'lini topdim. Hop, hammasi skeletlar bor ekan. Yopib qo'yamiz bu yerni juda katta tezlikda. Mana shu yerdan hamma skeletlarni o'ldirib olsak bo'ladi. O'lib ket. O'lib ket. O'lsangchi yaramiz. Ajoyib. Yaxshi, hozir bizga bitta chiroq kerak. Atrofni yoritib yurish uchun. Ovqat yeb olamiz, ya'ni nonni. Va bu yerda nimalar bor hozir ko'rib olamiz. Hop, bu yoqqa borish hozircha variant emas, lekin bu yerlarni ko'rish kerak. Umid qilamanki, temir va shunga o'xshash narsalar. Ko'mir bor ekan. Bizning birinchi tabiiy resursimiz. Bularni qazib olamiz. Ajoyib. Va ko'mir odatda ko'p bo'lardi, lekin bu yerda ko'p emas nimagadir. Bu yerda bo'lsa kerak. Bu yerda ham ikkita ekan. Mayli, hech qisi yo'q. Atrofni yana kuzatib boraman. Yaramas to'nga. Bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel. To'xta, o'sha yerda tur. O'lib ket to'nga. Hozir boryapman. Temir. Qala skelet men temirga boshlab keldi. Yaxshi. Hozircha hammasi ajoyib. Ularni hammasini qazib olamiz va temir bu yerda yaxshigina ko'p ekan. Bu yerda yana bor ekan. Va yana bormi? Yo'q ekan, bo'ldi, qolmabdi.
Bu yerlarda nima bor? Bu yerlarda esa hech nima yo'q. Ajoyib. Bu bloklarni kim tashlab ketdi? Chiqish joyi qayerda? Yo'q, chiqish joyi qayerda? Yo'qotib qo'ydim chiqish joyini. Ha, bo'ldi, topdim. Bu yerda chiqdi. Bu yerni ochib qo'yamiz va tepaga chiqib atrofni kuzatamiz. Mana shu yerni ham yopib qo'yish kerak. Yana hozir mana shu yerni yopib ketamiz, ya'ni xavfsiz bo'lish uchun, xavfsiz tushib chiqish maqsadida. Chunki bu yerni o'tib ketib yiqilib ketishimiz mumkin. Shu sababli bu yerni ham yopib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Bitta blok qo'yamiz. Ajoyib, bu yer ham yopildi. Yaxshi. Endi bu qayerlar o'zi qorong'u bo'libdi. Atrof qorong'u bo'lib ketdi. Bu yerga uxlab yuboramiz. Tezroq baza qurmasak bo'lmaydi. Nega desanglar, qayerlar creeperlar hamma joyda portlab yotibdi. Bu yomon, bu juda ham yomon. Biz tarafga zombilar kelyapti. Yaramasdan kirib o'lib ketdi. Ya hali nega bular yonmayapti? Menga yordam beradi. O'rgamchi keldi. Let's go. Malades, do'stim. Yaramas o'ldirib qo'ydi. O'lib ketsa ham. Ko'ringlarmi? O'rgamchi menga yordam berdi. Ikkiga bo'lib urishayotgan paytim o'rgamchi kelib menga yordamga. To'rog'i o'rgamchi menga yordamga keldi. Hop, endi bizga pechka kerak. Taxminan nechta? 2 ta yetadi. Bo'ldi, ajoyib. Endi bu 2 ta pechkani bu yoqqa qo'yib olamiz va ajoyib. Endi bo'lsa olib kelgan temirlarimizni pechkaga qo'yamiz. 10 ta temir keltiribman, qaranglar. Ajoyib. Hozir esa biz uyni maketini quramiz, ya'ni asosini, betonni qurib olamiz. Taxminan uyim mana shu yerdan bo'ladi. Hozir juda katta tezlikda qurib olamiz. Ajoyib. Qo'lim qiyshada mayli-ku. Bo'ldi. Uyimizning maketi taxminan, ya'niki beton mana shunday bo'ladi. Bu yerni hozir bu yerlarni tozalab yuboramiz. Yaramaslar, yo'qolib ketinglar. Va ajoyib. Uyimiz taxminan mana shu ko'rinishda bo'ladi. Bu yoqni polni qilib olamiz. Yaxshi, ajoyib. Yog'och qo'ymay qoldi. Hop, endi bularni uyga ko'chiraversak ham bo'ladi. Если что, krabni bu yoqqa qo'yamiz. Ajoyib, spam point qo'yib qo'yamiz har xilga qarshi. Va endi temirlar ham bo'libdi. Endi bo'lsa bularni sindirib olib uyga ko'chiramiz. Shuncha resursim bor ekan, yaxshi. Bizda sandiq bor edi. Bo'ldi, ajoyib, sandiqni topdim. Yaxshi. Bu yoqqa qo'yamiz va juda katta tezlikda o'zimdagi bor narsalarni sandiqqa qo'yib olaman. Va bo'ldi, ajoyib. Juda chiroyli bo'ldi. Bu yoqqa endi pechkalarni qo'yib olamiz. Bam, bo'ldi. Zo'r, hammasi ajoyib. Endi bo'lsa, men bitta narsa olgandim-da, hozir sizlarga ko'rsataman. Uyni qovurg'asini mana shunday qursak bo'ladi. Ya'niki ustunini deya qolaylik. Qaranglar mana. Juda ham chiroyli blok. Hozir sizlarga ko'rsataman buni. Mana 64 bir stak bo'libdi. Mana qaranglar, ajoyib, juda ham chiroyli. Uyni ustunini mana shu blokda qursam ajoyib bo'ladi. Hozir sizlarga buni qurib ko'rsataman, qanday chiroyli bo'lishini. Bu yerda resurslarim qolib ketdi. Esimdan chiqib ketibdi. Hozir bularni ham sandiqqa qo'yib olamiz. Qarasal qolsa esimdan chiqib ketar ekan. Bo'ldi. Bularni ham qo'yib olamiz. Ajoyib. Mana bu yerni sindirib tashlaymiz. Qaranglar qanday chiroyli bo'layapti. Juda ajoyib. Hadi ketdik. Yo, yaramas. Ot keldi. Qarasal qolsa
Uni o'ldirib qo'yishim mumkin edi. Hozir bitta blok pastga tushib olamiz va nega o'ylab bo'lmayapti yaramas tonkani o'ttirib urishamiz. Bu ajoyib. Ulkat yaramas tonka. Sal qolsa bilmay qolar ekanman. Yaxshiyam tepaga blok qo'yib chiqib olganim. Bunda ajoyib. Yana bo'lsa juda katta tezlikda yana uyimizni qurib olamiz. Juda qiyshiq emasmi? Meni ko'zimni. Yo, men qiyshiq qilib qo'yibman. Yaramas tonka. Mayli hech qisi yo'q. Yana boshqatdan qilib chiqamiz. Bizda bunaqa bloklar qolmadi, lekin konda bor. Hozir kondan borib olib kelamiz. Mana. Aytdim-ku, konda bunaqa bloklar juda ham ko'p ekan. Bo'ldi, endi keldik bu yerdan ham biron bir resurs olib ketmasak bo'lmaydi. Oho, bunaqa bloklar juda ham ko'p ekan. Bu tomon ko'mir va bitta don ekan. Kimdir meni otdi. Kim bor bu yerda? Kim bor? Hech kim yo'q menimcha. Mana bu yerdan ketib boramiz. Adashmasam boya meni sklet otdi. Agar adashmayotgan bo'lsam. Va bu yerda qum bor ekan. Bizga kerak qum. Oyna kraft qilishimiz uchun bizga qum kerak. Yaxshi. Bu yerda nima bor? Ko'ram. Kim bu? Creeper. Bu zombilar to'g'ri. Qaranglar. Yana ikkita zombi qamalib nimadir qilayotgan ekan, yaramaslar. Creeperni ham o'ldirib olamiz. O'lkat. Ajoyib. Qo'rqib bizga kelajakda kerak bo'lishi mumkin. Xo'sh, bu yerlarda kimlar bor? Zombilar bor ekan. Yana kim bor? Hozir kim meni otdi? Yo, skelet bor shekilli. Yo, skelet bor ekan. Blok qo'yib olamiz. Blok. Ajoyib. Hozir tushib keladi. O'lkat yaramas. Uzoqqa tushirdim. Yo, toshbaqa keldi, qaranglar. Toshbaqa menga ataka qilyapti. Yaramas tonka. Sal qolsa o'lib ketardim. Xo'sh. Yana bu yerda kimlar bor? Enderman ko'rganday bo'ldim hozir. Mana bu yerdan lekin o'tib olamiz. Hozir tuzoqqa tushiramiz. Agar enderman bo'lsa rostdan ham ko'zimga enderman ko'rindi. Ha, qaranglar, mana enderman. Yo'q. Moblar bilan urushib yotdi enderman. Bu yoqqa kel. Ko'ziga qarasam ham kelmaydi. Endi keldi. Yo, yaramas. Ajoyib o'ldi. Yaxshi, ko'zi ham bor ekan enderman. Temir. Yo'q. O'lib ketdi. Sal qolsa temirdan ayirardi meni. Va bu yerda 5 ta temir bor ekan. 6 ta temir bor ekan. Yo, yaramas. O'lib ketdi. 6 ta temir bor ekan. Yaxshi. Bu yerda yana endermanning ko'zi bor ekan. Bakalım qancha suyak bor. Sen ham o'lib ket. Ya, o'la qolsangchi yaramas, o'lib ket. Bu yerda o'qlar ham bor ekan. Yaxshi. Va ko'mirlarni olib ketamiz. Bizga ko'mir kerak. Yo, enderman yaramas tonka orqadan. Urush bo'lmasin, adolatsizlik. Hop, mayli uxlab yuboramiz. Va Minecraftdagi ikkinchi tonk. Let's go. Hozircha hammasi juda ham yaxshi. Bu yoqqa barcha narsalarni qo'yib olamiz. Keltirgan resurslarimizni barchasini temirni olamiz. Temirni hozir qovurishga qo'yamiz. Enderman ko'chalarni olib qo'yamiz. Bizga kelajakda kerak bo'ladi. Hop, ko'mirni bu yoqqa qo'yamiz. Temirni ham. Va yana ko'mir va yana temir. Ajoyib.
Endi bo'lsa bizga boyagidaqa blok kerak va 36 ta blok bor endi bizda. Yarim stak degani bu. Endi esa qolgan joydan davom ettiramiz. Hozir mana bu yerda qolib ketgan edik va qo'yib olamiz bularni ham. Ajoyib. Uyimizning ustunlari tayyor. Xullas do'stlar, bu let's playning birinchi qismi bo'ladi. Ikkinchi qismi shu videoga 5 daqiqa qilgandan so'ng chiqaraman. Hammaga rahmat, sizlar bilan Sevbek bo'ldi. Keyingi videolar ko'rishguncha barchangiz sog' bo'ling.